Mana bu Sokratea nomli palma. Uni ba'zan ko'chmanchi palma deb ham atashadi, chunki u quyosh nurini topish uchun har yili taxminan 20 metrga siljiydi. Bu daraxt oddiy daraxtlarga o'xshamaydi. U joydan ko'chib yurish uchun tanasini emas, balki ildizlarini harakatga keltiradi. Bir tomondan yangi ildizlar chiqaradi, ikkinchi tomondagi eski ildizlar esa sekin-asta quriydi. Natijada daraxt xuddi joyini almashtirgandek ko'rinadi. Qalin, zich tropik o'rmonlarda yorug'lik eng qimmat resurslardan biri. Sokratea palmasi esa omon qolish uchun shunchaki kutmaydi, balki harakat qiladi. Quyosh bor tomonga asta-sekin ko'chadi, to'sqinliklardan qochadi va yashash uchun eng qulay joyni topadi. Bu hodisa uzoq vaqt olimlarni hayratda qoldirib kelgan. Chunki tashqaridan qaraganda daraxt joyida turgandek ko'rinadi, ammo yillar o'tib qaralsa, u allaqachon boshqa joyda bo'ladi.